Ularni olib turmaymi? Assalomu alaykum aziz YouTube tomoshabinlari, aka-ukalar, uzoq musofir yo'lda yurgan aziz ukalar. Xudo xohlasa mana yana bir 2 qavatli high-tech fasondagi darvozamizni Farg'ona viloyati Rishton tumani Kamron akamizning xonadonlariga mana ustanovka jarayoni tugatib bo'ldik. Xudo xohlasa bu darvozamiz haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Darvozamiz bo'yiga 320, xo'p, eniga 394 joyga o'rnagan holatda. Akamizga 2 qanotli qilib berdik. Oshiq-moshiqlarni 3 tadan 36 likdan qo'yib berdik. Двойной fason bo'ldi. Tepalarini lazerli stanovkda chiroyli qilib qovun gullardan chiqarib berdik. Xo'p, listlarimiz 2 lik двойной bo'lgan. Xo'p, mana joylari 2-qavati shumkali bo'lgan variantda bu. Xo'p, mana oqimiz qora nejavika bu. Xudo xohlasa laklinkasini ko'chirmadik, shtobi ustalar tushadi ekan. Shuning uchun ko'chirilmadi. Zamoklari ham shu 3 yildan 5 yilgacha, kreskalari ham 3 yildan 5 yilgacha garantiyasi bor. Xudo xohlasa mana zamoklari ham o'sha qimmat yaxshi zamoklardan qo'yib berdik. Kvadrat metrini akamizga xo'p, profillar 6 ga 4 1,5 lik qalinlikda bo'ldi. Stoykalarimiz 2 2 qalinlikda bo'ldi. Pastki qismini shviller qilib berdik, avtomobil kirib chiqadigan joyini. Xo'p, 2 ga 2 chaspaklarimiz 1,7 lik qalinlikda bo'ldi. Xo'p, bu darvozamiz 1 kvadrat metrini 1,300,000 so'mdan tayyorlab berdik akamizga. Xudo xohlasa kimga shunaqa sifatli ishlar kerak bo'lsa, ekranga telefon nomerimizni yozib qoldiramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovka xizmatimiz bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga rahmat kuzatganlarga.